Qadrdonlar, mana men manzarani qaranglar. Bunaqangi manzarani har doim ham ko'rolmaysizlar. Mana bu Bunyodkor sezonni ko'ryapsizlarmi? Shu kaftdek ko'rinib turibdi. Yetmaganiga shuna Pasilada masjid, Qo'zirobod masjidini hamma bilsa kerak. Xo'p, manzilni tushuntirib o'taman, qadrdonlar. Chilonzor tumani, Cho'ponota ko'chasiga yetib kelganmiz. Shunaqqina birinchi liniyada joylashgan. Shunaqa mana bu Qo'zirobod masjidining oldidagi lag'monxonani hamma bilsa kerak. O'shani oldidagi Nasrika domimizni 10-etajdan sizlar uchun naqd 150 kvadrat metr kattalikda ajoyib bir dom topib qo'yganmiz. Hozir sizlar bilan planirovkalarni birgalikda ko'rib chiqamiz va oxirida narxlar bilan aytib o'tib ketaman. Yoqsa bitta like bosib qo'yasizlar. Qadrdonlar, uyimizga asosiy eshikdan mana mashinadan kirib kelsanglar bo'ladi va ko'rishinglar mumkin, uyimiz korobka holatda bo'ladi. Bu degani har bir insonning o'ziga yarasha dizayni va o'zining xohishi bo'ladi. O'zingizga moslab bemalol qolsanglar bo'lar ekan. Uyimizning eng qulay tarafi o'zini kattagina parkovka tizimlariga ham ega ekan. Umuman muammo bo'lmaydi. Xo'p, ketma-ketlikda xonalarni ko'rib chiqamiz. Bu tarafda umumiy ikkita xonamiz bor ekan va men hayron qolgan joyim, ikkita xonamizda ham o'zini terrasa qismlari mavjud ekan va bu tarafda umumiy birinchi etajga mo'ljallangan sanuselimiz bo'ladi. Va eslatib o'taman, uyimizda ikkita urovdan iborat. Bu birinchi urovni bo'ladi. Umumiy 70 kvadrat metr kattalikda va bundan tashqari mana bitta mansarda qismiga o'tsanglar bo'ladi. U yoq tomonni ham hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. Xo'p, qadrdonlar, endi sizlar bilan mansarda qismini ko'rib chiqamiz. Ko'rishinglar mumkin. Qadrdonlar, unaqa mansarda bo'lganda ham past emas. Balangina uy egalarining aytishi bo'yicha 3 metr ekan. Bemalol yashashinglar bo'ladi. Hech qanaqa bo'yinglar tegib qolmaydi jihatga. Bundan tashqari mansardamizning umumiy maydoni 80 kvadrat metr tashkil etar ekan va bundan tashqari ko'rishinglar mumkin. Men endi hisoblab ko'rdim. Bo'lib olsanglar, o'zingizlarning xohishingizga qarab bir 3 tala xona chiqarsanglar bo'ladi mansardani o'zidan ham. Bundan tashqari 4 ta tarafdan deraza mavjud. Havo aylanishidan umuman muammo yo'q. Qadrdonlar, bunaqangi zo'r lokatsiyadan, bunaqangi zo'r uyni har doim ham chiqurmaydi. Tezroq ulgurib qolinglar. Xo'p, endi qulayliklarga kelib o'tamiz. 24/7 qo'riqlash tizimidan iborat bo'ladi. Axranalar maxsus dom uchun ajratilgan. Bundan tashqari parkovka zonalari ham mavjud. Hech qanaqa mashinalarni qo'yish uchun muammolar bo'lmaydi. O'sha liftlari, podyezdlari juda ham yaxshi ko'rishinglar mumkin. Chotki holatda saqlanib turibdi. Bundan tashqari men masalani qaranglar. Men to'g'risi ko'rib to'ymayapman-da. Men butun shahar shunaqa ko'rinib turadi-da. Zo'r lokatsiya, qadrdonlar. Bunaqangi uylar har doim chiqurmaydi. Ulgurib qolinglar. Xo'p, narxlarga keladigan bo'lsak, uy egalari bizga 25 ming so'rayaptilar. Endi pastda nomerlarni qoldiramiz. Bemalol o'zingizlar bog'lanib, kelisha olsanglar bo'ladi.